Nima sababdan oxirgi paytda aynan tarvuzdan zaharlanish ko'payib bormoqda? Bu videoning oxirida buni javobini olasiz. O'tkazib yubormang. Bundan bir necha hafta oldin Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida ushbu video ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Никогда не кидайте арбуз в речку или в бассейн. Сейчас я расскажу. Oradan qisqa vaqt o'tib, xuddi shu videoni o'zbekcha variantini men ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim. Chunki tarvuz po'stlog'i orqali suv va zaharli moddalarni so'rish qobiliyatiga ega. Aslida bu qanchalik haqiqatga yaqin? Bu tajriba juda ham sodda. Buning uchun bizga bir paqir toza suv kerak va albatta tarvuz kerak bo'ladi. Va eksperimentni aniqligini isbotlash uchun biz suvga rang qo'shamiz. Ushbu videolarda 20 minutdan ortiq tursa tarvuz suvni emishni boshlaydi deyapti. Lekin biz tajribani yana ham tiniqroq va ishonarli bo'lish uchun aynan 1 soatga tarvuzni shu suvda qoldiramiz. Keyin esa yorib ko'rsatamiz. Aslida bu videoda to'g'ri gapirilganmi yoki bu noto'g'ri ma'lumotmi? Tosh ketar ekan. 1 soatdan keyin sizlar bilan tarvuzni yorib ko'ramiz. O'tkazib yubormang. Azizlar, oradan 1 soat o'tdi va tarvuzimizni suvdan olamiz. Ozgina vaqtga tarvuz chiqarib olishimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, tarvuzni rangi o'zgarmagan. Bu degani buni postidan hech qanday suyuqlik tortib olinmaydi. Demak, bu videolar to'liq haqiqat emas. Ularda qisman haqiqat bor. Aynan qaysi qismida? Agar tarvuzni postida yoriq bo'lsa yoki qandaydir jarohatlangan joyi bo'lsa, bu yerdan suyuqlik kirishi mumkin va anhorda bo'lgan barcha bakteriyalar tarvuzni ichiga o'tishi mumkin. Natijada sizda diareya, tana harorati, xuddi zaharlangandek belgilar bo'ladi. Lekin butun tarvuzda hech qanday jarohati yo'q tarvuzni suvga solib qo'yilgan bo'lsa, na 20 minutda, na 1 soatda tarvuzni postidan bu suv tortib olinmaydi. Demak, bu videolarning ikkisi ham rost emas. Meni kuzatishda davom eting. O'zingizni asrang. Xayr, salomat bo'ling.